Who's Max Boy? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugungi darsligimizda biz USB Avtoron funksiyasi haqida gaplashamiz. USB Avtoron bu USB fleshga kompyuterga ulaganda avtomatik ravishda dastur yoki fayllarni ishga tushirish imkonini beruvchi funksiya. Mana shu funksiyani bugun sizlar bilan amaliy ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda nima ish qilamiz? Tez sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman tushunarli qilib. Birinchi o'rinda shunaqa narsa qilamizki, run qilamiz. Ko'pchilik menimcha nima ekanligini bildi, mana shu so'zdan. Ya'ni biz boshladik USB'imizga Avtoron uchun vazifalarni bajarish uchun ketma-ket e'lon qilishimizni ko'rsatib o'tyapmiz. Ya'ni mana shu birinchi qatorda. Misol uchun eng haligi populyarli bo'lgan Open turibdi misol uchun masalan. Fayl qiladigan bo'lsak, mana shu skriptimizni, mana shu kodimizni fleshga ulagan paytimizda kompyuterga avtomatik ishga tushirish buyrug'ini beryapmiz. Ya'ni qaysi fayl ishga tushirishini ko'rsatyapmiz. Open bilan. Bu ko'p notebook kompyuterlarda ishlamaydi ma'lum bir sabablarga ko'ra va Windows 7 XP larda juda samarali ishlagan, hech qanaqa problemasiz. Keyin bu narsani Windows 10, 11 da zapret qilishgan. Aylanib o'tish imkoniyati bor. Ishlatish imkoniyati bor. Xo'p, buni ko'rib chiqdik. Endi ikkinchisini ko'rib chiqamiz. Ikon misol uchun main deb turib masalan bu formatini tanlaydigan bo'lsam, bu USB uchun maxsus belgisi o'rnatish, maxsus belgi mayda mx qo'yman biladi. Rasm o'rnatishga bu ham ikon fayl, bu rasm formatdagi ikonkada USB ga ikonka qo'yish, oddiy qilib aytadigan bo'lsam. Keyin yana bitta narsa bor. Mana bu narsa bor. Misol uchun Zen USB deb yozadigan bo'lsak, shu fleshkamizga nom beryapmiz. Biz ulaganimizdan keyin fleshkamiz ko'rinib turadi, ikonkasi bilan, keyin nomi bilan Zen USB. Xo'p, nomini o'zgartirishda USB ni o'z xohlaganini qiladi. Yana bitta narsa bor. Xo'p, Action degan narsa bor. Bu nima desa, bu o'sha masalan salom. Yalangoyoq deb yozsak, yalangoyoq deb yozsak, fleshkamiz ulagan paytimizda kichkina oynachada ogohlantirish chiqadi. Salom, yalangoyoq. Misol uchun dastur yuklanmoqda yoki dastur ishga tushirilmoqda degan narsalar qilish uchun kerak bo'ladigan narsalar bular. Xo'p, qaranglar. Buni men o'zim yozmadim. Ya'ni boya sizlarga amaliy ko'rsatdim, tushuntirdim nima ekanligini va faylni ko'ryapsizlar, hozir ko'rsataman men sizlarga. Formatini ham ko'rsatib qo'ydi. Xo'p, mana inf 1 gigabayt Avtoron. Mana shunaqa qilib ruchni yozsalaring ham bo'ladi. Lekin men hozir sizlarga amaliy ko'rsatish uchun mana programma orqali qildim. Ya'ni birinchi o'rinda biz nimani qilamiz? Birinchi o'rinda biz kerakli tilimizni yoki kodimizni belgilab qo'yamiz. Men main.py deb belgilab qo'yganman. Ikkinchi o'rinda nima qilamiz? Ikkinchi o'rinda o'sha USB'imizni tanlaymiz. USB'imizni tanlaymiz, OK deb bosamiz. Bu dastur o'sha mana bu narsalar hammasini avtomatik o'zi qilib beradi. Configni o'zi yaratib beradi USB fleshga. Keyin bosamiz, start bo'lsa tayyor, fleshga ishlatish uchun tayyor turibdi. Yana ko'rsatay sizlarga hozir. Yana bitta narsadan. Xo'p. Ko'ryapsizlar mana. Zen USB 2 mana ex fayl dastur turibdi. Mana bunda. Mana shu dastur orqali mana dasturni ishga tushirish paytini yozilgan. Tushunyapsizlarmi? Bu samarali usul. Ruchni boya sizlarga ko'rsatganim eski usuli. Windows XP, Windows 7 larda amaliy ishlaydi. Endi Windows 10, mana Windows 11 larda bu usulda ishlaydi. Hop, buni o'chiramiz. Buni ham o'chiramiz.
sizlarga hozir bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Men avtomatik ishga tushiradigan dasturimni nima qildim? Men mana buni qo'ydim. O'tgan videoimda ko'rsatganimda qo'yib qo'ydim. Buni exe qilib turib ishlatsa ham bo'ladi va samarali bo'ladi. Chunki masalan mening notebookimda Python bor, Python ishga tushiradi dastur kodlari, lekin Python yo'q dastur notebooklarda bu iloji yo'q, qiyin masala bo'lib qoladi. Xo'p, o'zi hamma notebooklar hozir chiqayotgan kompyuterlarda Python bilan kelyapti, menimcha. Windows operatsion sistemasida, o'zi Linuxda ham shunaqa distributlarida ham hammasida Python bor. Xo'p, gapni ko'paytirmaymiz. Hozir flashga ulangan USB, men uni sug'uraman va qaytadan ulayman. Urasam o'zi avtomatik dastur ishga tushadi. Ko'rasizlar. Men hech narsaga tekkanim yo'q. Mana shu USB da dastur avtomatik ishga tushib bajaryapti. Bundan avvalgi video roligimda mana shu dastur haqida tushuntirgandim sizlarga. Ko'rasizlar. Endi bu hozir GUI da ishlayapti. GUI siz ishlaydigan qismlari umuman sezilmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni sezilmaydi mana shu amallar hammasi. Bu mana Pythondagi o'sha men kutubxonadan foydalanganim uchungina. PyAuto GUI. Tushuntira oldimmi? Ko'pchilik bat ishga tushiradi, bat formatdagi nima u deyishlaring mumkin. CMDda masalan administrator konsoli bor, bu ma'lum bir ishlarni bajarish mumkin. O'sha komandalarni bitta faylga yozadi. Ikkin formatini bat qilib qo'yadi. Misol uchun mana bu komanda bor. Mana bu komanda o'sha rang berish uchun. Mana bu komanda tozalash uchun. Mana bu komanda fayllarni ko'rish uchun. Takoy. Shunaqalarni komanda ro'yxatlarini yozib chiqadi, bat qilib qo'yadi-da, avtoron uchun flashga yozib qo'yishi ham mumkin. Eng samarali usuli shu. Chunki Windowsda hammada bor bu CMD administrator konsoli. Xo'p, video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lish unutmanglar. Qancha ko'p obunachi ko'paysa, shuncha ko'p video roliklar chiqib borishda davom etadi. Bu oddiy usulini o'rgatdim sizlarga. Keyingi video roliklarda albatta Xudo xolasa chiroyli narsalar o'rgatishga harakat qilaman. Ko'pchilik menimcha tushunmaganlar paxtor ko'raveringlar, prosta. To'xtatib oxirigacha ko'ringlar, boshidan oxirigacha qayta. Hammaga rahmat.